Get ready with me ishga. Hozir bilan ishga ketishga tayyorgarlik qilib, yengil makiyaj qilamiz. Qonshiklarimni qo'llab oldim. Bunisini tonalli kremga, bunisini faqatgina rumenlikka ishlatmoqchiman. Doimgidek Herboriandan foydalanamiz, chunki boshqa tonalkam yo'q va uncha kerak emas. Chunki make-up narsalarni yaxshi ko'raman, lekin uncha ko'p bo'yamayman. Oxirgi paytda yuzimga husnbuzarlar toshishni boshladi. Buni asosiy sababi mana aytgancha ko'rsatib o'tay. Klimat o'zgarishi deb o'ylayapman. Nimaga? Chunki biz yaqinda Yellowstone'ga borib keldik. U yerga borganda yuzim rosa ham quruqshab, achib, yomon bo'lgan edi, xullas. O'shadan kelganimdan keyin yuzimga har xil narsalar toshishni boshladi. Keyin sразу o'yladim, bu точно havo o'zgargandan, klimat o'zgargandan deb. Chunki esimda birinchi Polshaga borganimda yuzimga rosa narsa toshib ketgan edi. 1 oychami, 2 oycha qiynalib yurgandim. Aynan shu klimat o'zgargani sababli. Yuzimga BB kremimni surib oldim. Voy qizlar, точно svet olishim kerak. Amazonda ko'rdim, shunaqa svet $40 atrofi deydi. Обязательно olishim kerak, chunki xonamizga quyosh tushmas ekan. Yoki yorug'lik tushadi, obeddan keyin 2-3 larda, 2 soatga, lekin boshqa payt qorong'i. Shuning uchun video olishga juda ham qiynalyapman. Real Beauty'dan rumani xo'p rangida. Buni olganimga 2 yil bo'ldi. Ko'proqmi bilmadim. Tush Estee Lauder'dagi bugun shuni ishlataman. Patrick'dan qosh uchun gel.